Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Obunachilar, xudo xolisa mana chiroyli qo'y fermaga kelganmiz. Shularda video qilib berishga harakat qilamiz. Bittadan like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Bundaqa liniyasi bor, toza qo'ylardan chiqarishga harakat qilamiz. Mon qo'chqarni qaranglar, garbanoslar ham o'ta kuchli quloq tashlashlari. Yangi obunachimiz Shohjahonni ko'rasizlar. Shohjahon, gapga oldingmi? Bugunga qanaqalar chiqadi, narx qanaqa bo'ladi? Bunga faqat liniyalilar chiqadi, narxi ham yengil bo'ladi. Liniyaligi chiqadi, narxi yengil bo'ladi. Qo'ylarni ko'rsatamiz. Obunachilar men qo'ydi qaranglar. Quloq tashlashlari, garbonuslari nima deyapti buni? Bittadan like bosib qo'yinglar. Qo'chqarimiz like arziydigan bo'lsa, qo'chqarimiz hali qo'zi shekilli Shohjahon. Qo'zi 9 oylik qo'zi. 9 oylik qo'zimi? 9 oylik qo'zi. Obunachilar hali qo'zi holatiga hay jonivar, hali qo'zi ekan, buni shu holatiga simjun turishlarini qarang. Dumba razrez oyoq kengligi, turish holatlari bor. Mo' qaranglar. Yeb ichish sog'ligi hamma yo'q joyida ekan Shohjahon. Sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi. Qo'y qarashlari hozir ham o'ynab turar ekan, shu holatiga, qo'zi holatiga. Ancha-muncha shahdamini beradi. Yo'q, ancha-muncha shahdamini. Qo'y uzunligini qaranglar. Uzunligi, bo'yini o'lchab ko'rdingmi buni? Bo'yini o'lchab ko'rdik. 88. Uzunligichi 90 pilusmi? 90 pilis. Uzunligi 90 pilus, bo'yi 88, 85 pilusga olaverar ekansizlar. Mo'g'uchqar turishiga bitta baho beringlar, obunachilar mana uzoqdan, aytay uzoq olingan. Mo'g'uchqarga qaranglar. Obunachilar, shuni biz zotga tavsiya qilamiz. Arashan toza liniyalik. Liniyasi nima dedik buni? Liman liniyada. Liniyasi liman liniyadan ekan. Quloq parametrlarini qaranglar. Quloq necha o'lchab ko'rdilaringmi? 20. Quloq 20. Quloq 20. Bu qaranglar obunachilar, rosa o'rgangan ekan. Shohjahon, buni narxi qanaqa bo'ladi, uka, buni narxi? Buni narxini ko'ryapsizmi? Boshqa bolalar qo'lida bo'lsa, Ko'ryapmiz. 1,5 ming 2 ming qo'yyapti, to'g'ri. Buni biz so'mda qo'yamiz. Ke boshqalarni qo'y, qo'yingni holatiga qarab ko'taradi deb narxni qo'ygun. Qo'yni ko'tarishiga qarab narx qo'ygun-da. Kelgan narxiga qarab narx qo'ygun. O'zingizga ham bitta pul kelmagan. O'zingga ham ozmas pulga kelmaganmi? To'g'ri, to'g'ri. 15 million demayman, 14 million so'mga dastlabkasini qilib beraman. Obunachilar 14 million so'mga dastlabkasini qilib berar ekan. Buni ko'ryapsiz, 1,5 ming 2 ming qo'yyapti. Holatiga qaraganda zo'r narx qo'ydi. Narxni zo'r qo'ydi. Xudo xolisa zotga boqib avgustgacha boqib, sog'liqlar ichiga qo'shib beraman degan obunachilarga tavsiya qilaman. Qo'ydi turishlarini qaranglar. 9 oylik qo'zining holatiga nisbatan zo'r liniyasi liman liniya. Dastlabkilarini qayerga chiqib berasan? Dastlabki Samarqandga davr. Bu yoqqa kelishilgan holda bitta yurgizaylikchi. Bu qaranglar obunachilar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingilarni olib chiqamiz. Obunachilar, keyingi partiyasiga yana bitta zo'r toza qonlik qo'chqorchamiz chiqdi. Shuni ham chiroyli qilib video qilib beramiz. Buningga ham bittadan like deb bosib, mana shunaqa toza qonliklarni qidirib yurganlarga tashlab qo'yamiz. Mana qaranglar, uzoqdan video qilyapmiz, qo'yimizning holati ko'rinsin. Shohjahon, buni yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi 8 oyga o'tmagan. 8 oyga o'tmagan. Buni liniyasi bormi yo bu o'zi liniyasi yo'qmi? Vovokov. Liniyasi Vovokov o'g'li ekan. Mana qaranglar. Garbonoslari kuchli. 20 ga olish. Quloq tashlashlari, quloq 20 pilis ekan, 20 ga olurgansizlar. Junini olingan tayyor varianti ekan. Mana qaranglar. Obunachilar, dumba razrezlari ham o'ta kelishgan, chiroyli, mana oyoq to'ralari ham kelishgan, turishlari. Mana qo'ydi qaranglar. Buni ham qo'chqar qilib, sog'liqqa qo'shib bolasini olib yuraman deganlarga tavsiya qilamiz. Shohjahon, buni yeb ichish sog'ligi qanaqa? Sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi. Bir hafta 10 kun sinov olishaveradi. Sog'liqqa qo'shaman deganga tavsiya qilamiz. Avgustgacha boqib, obunachilar avgustgacha boqib liniyasi bor narsani yaxshi bola olaman degan obunachilarga, sog'lig'i borlarga tavsiya qilamiz. Avgustgacha boqib, qo'shib xotirjam bola olsa bo'ladi. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Narxini 12,5 million. 12 million 500 mingga.
Dastlabkasi qayergacha? Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Mana qo'ydi holati. Buni o'lchab ko'rdingmi? Metrda bo'ylarini, uzunligini 87 85 pilis 90 pilisga olishaverar ekan. 85 pilis 90 pilisga obunachilar xotirjam olaverar ekansizlar. Mana o Nargisini qaranglar. Nargis yeb ichishisi yaxshiligidan kashaklatib yuribdi ana. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Shohjahonda bundan zo'rlari ham kelyapti yana. Obunachilar mana shu ikkovini qo'ydik, xudo xolisa. Telefon qilib yoqsa kelishib dastlabkilarni uyushtirib beradi. Telefon qilib bemalol kelib ko'raman desalaring ham bo'laveradi. Obunachilar mana qaranglar yeyishini, ikkovi ham kirib ovqatga yopishib qoldi.